16, 16, 15, 15, 14, 14, 13, 88. 88. Oralikdagi masofamiz 3, 4, 5, 6. 6 metrdan 100% eshityapti. Yana dalch orqa gapirsam eshitadilar, bilib turibman. Inshaalloh nima demoqchiman, bemorimiz ovozini bilan bizni sababchi qo'ygan Alloh eshiklari 100% ga tiklanganda bemalol ayta olaman. Operatsiya 10 quloq bo'lgan. Dekabr oyi endoskopik timpanoplastika bir vaqt o'zida protez qo'yilgan, ya'ni suyakchalar qotib qolgan. Inshaalloh ko'rishingiz mumkin eshittiklangan. Chap quloqlarida pardalar teshik, oldindan teshik. 10 quloqga protez qo'yganmiz. Quloq pardasini ko'rishingiz mumkin. Idealni turibdi. Tog'ay bilan birga qo'yganmiz, chunki protez qo'yilgan. Men burchaga ahamiyat beramiz. Burchagi chiroyli turibdi. Ha, yana bir narsa, bemorimizda operatsiyadan shovqin bormidi? Shovqin ko'pmidi? Ko'p edi. Shumchi, shovqin bo'lganda. Hozir qanaqa? Hozir yaxshi. Inshaalloh shovqini ham yo'qolgan.